Allohim yetkazgin, Robbim yetkazgin, takror va takror. Assalomu alaykum aziz muxlislar, vatandoshlar, yurtdoshlar. Qarangki, kechagina 2025-yilni Ramazon oyining birinchi kunini kutib olayotgan edik. Bir fasda Ramazon oyi sizu bizlar bilan xayrlashish arafasida turibdi va Eid Ramazon namozi o'qilish daqiqalarida turibmiz. Barchalaringizni ibodatlarimizni Allohim dargohida bexato, benuqson, mukammal, go'zal, chiroyli qilib dargohida husn-u qabul aylab, uzoq yillar bir-birimizni shunaqangi xursandchilik kunlar bilan, bayramlar bilan tabriklab yurish baxtini Robbim bardavom aylasin deya duo qilib, mana shu she'rni sizlarga o'qib berishni lozim topdim. Ming oydan afzalroq tabarruk oyim, barokat, mag'firat, rahmatga boyim. Fazlingni biz uchun berdi Xudoyim, xayr Ramazonim, mohi Ramazon. Fayzing bilan bo'ldi ko'ngil nurafshon, yog'dularga to'ldi go'yoki jahon. Poklanmoqqa berding benazir imkon, xayr Ramazonim, mohi Ramazon. Nozil bo'lgan zamon muqaddas Qur'on, saodatga yetishdi ahli musulmon. Mo'jizakor bu kunga ming jonlar qurbon, xayr Ramazonim, mohi Ramazon. Hamrohimiz bo'ldi tunu kun Rahmon, qo'llari bog'lanib chekindi shayton. Senga yetishtirdi Alloh mehribon, xayr Ramazonim, mohi Ramazon. Jannat eshiklari ochilgan kunlar, do'zax eshiklari yopilgan kunlar, hidoyat nurlari sochilgan kunlar, xayr Ramazonim, mohi Ramazon. Alloh ato etgan hidoyat oyim, oqibat, shafoat, saxovat oyim, Robbimga atalgan ibodat oyim, xayr Ramazonim, mohi Ramazon. Kuzatib qolamiz bo'lib umidvor, ko'zlardan to'kilur yoshlar shashqator. Allohim yetkazgin, Allohim yetkazgin, Robbim yetkazgin, takror va takror. Oylarning sultoni shoh Ramazon, xayr Ramazonim, mohi Ramazon deya sizlarni Eid Ramazon bayrami bilan chin dildan muborakbod etamiz. Uzoq yillar bir-birimizni Robbim shunaqangi xursandchilik kunlar bilan tabriklab yurish baxtini bardavom aylasin deya sizlar ham duo qiling, bizlar ham duodamiz. Bir-birimizni haqqimizga duo qilishlikni Yaratgandan so'rayman va sizlardan iltimos qilamanki, bizlarning ham haqqimizga duo qilib qo'yasiz. Eid Ramazonlar barchalarimizga muborak bo'lsin. Uzoq yillar bir-birimizni tabriklab yurish baxti bardavom bo'lsin. Men sizlarni yaxshi ko'raman aziz muxlislar, sog' bo'linglar. Rahmat.